Qulchidagi musofirlarda men 3 kun chempion bo'lgan. Degan bir ahamiyatliroq bir ishni qilaylik bolalar. Unda sama filmni oxirigacha ko'rib o'tinglar. Ma film balkim farzandinglar shunday yaxshi foydasi tegib qolishi mumkin. Jurnal mashina tushgach parashayli. Ma'vo biz Nalqinayaniki, ma'vo sayvazini bilsizlar. Bu ikkinchi qavatda maxsus bolalarga aloqador bir ish bor ekan. Akirib sizlarni ko'rsatib chiqay. Foydalanib qolinglar. Shu liftdan chiqsizlar, chiqib ikkinchi qavatdan mana. Men degan ish shu taekwondo deymiz, boksor deymiz. Onunla ki mesela Tunha Gado deyimiz küçükten tartıp ballarını terbiyeleşke nait faydalı. Mesela bunun çok önemli netice ile şak şampiyon buluşamaz. Belki mesela küçük ballarının ki adak turmuşta haklarla mesela başka öz dinletlerle para alışış ya çıkış çevremde ançmış özgücük faydası oldu. Bana başlayıp yaptı buna kandırak yakşı mı? Joliyalar mesela ballar mesela ağa neticelerini tızıp kaptı bana kötü mı? Bütünle ağa neticeleri nakmışıyor. Kulüpnenki, ballarınki musabaka katılış pagan neticeleri. Bana çok jolly askanlar havalar yakışmı yaptın olsun. Ben bu dili kiri verdim bu. Ha, bo'pti, kelganimiz yaxshi bo'ldi. Ma'vo, manda gap. Mushaq shu. Ben mushaq bilan paranglashqach ahvolni tushunib o'taylik. Ada sizlarniki hozir qancha bola bor o'rganayotgan? Hozir 30 dak bola bor. Nurg'unlar bilmaysizlar deyman. Manda tantirbiyada mana mashq qilgan baliqni balalarni o'tib o'ynab yotqizayvermanglar. Mesela ekersanglar ya tapanmatkan bo'lsanglar men bilan aloqa qilsanglar, o'sha aka o'sha ancha mashqlantirib, o'tan tarbiya sportdan bilgasini yaxshi to'p o'ynagan qaragan chog'da. Bundan sonra sizlar hozir nima turlaringlar bor? Hozir bizda boksor, erejes chekpejikda qo'yadi, zunqigadu. Ondan keyin taekwondo. Shu 3 turdan beryapmiz hozir saboqda. Hozir bolalarlardan men bir so'rab boqay. Qanday yaxshimi zaqa? Qanday o'rganyapsan? Yaxshi o'rganaman. Tezmi kemiye? Zerikmemsenki? Bundan sonra bana ko'rsam telefon numaram bir davetadaş başta. Telefon numaramiz 133 511 29 792. Bu telefon numara aloqalasanglar oldu. Ona kasıp özen bu taraftan kasıp öğrengenmi? Ha, kasıp naticelerimiz var. Kasıp öğrengen. Sen işenmeydiçe buna. Ma Qulchidagi musofirlarda men 3 kun chempion bo'lgan. Ondan keyin o'zim Anxuy Dangshanshan degan bir yerda mashq qilgan. Ashada taekwondo mashq qilgan, taekwondo erejes jekpejek ashaqdan mashq qilgan. Ayda shu 1 yil turdim ashada ashaning Zunganjun ashanda bo'lgan, Zunganjun bo'lgan. Hayatım banda faxrlik o'g'lonlarimiz bor, biz bilmaymizki. Uni qadash ma musobaqa natijalari İloblar so'ychagan natijalarni ondan shu yaqinda bo'layotgan Qulchida 23 o'rin qatnashgan musobaqada biz bolalardan 10 bola bo'lgan. 10 bolaning altından 8'ini aldı. Kumisdan 1'ini aldı, misdan altın aldı. Jini 10 bola 15 medal alıp qaytdı. Hammasi natija. Hammasi aldı 2'den medal alıp qaytdı ashada. Unda o'samadanmish, nurqadan shunday yaxshi yat bo'lsa, shunday yaxshi o'g'lonlarimiz bo'lsa, beshak akapamay bolalarimizni nelarga olib beryapsiz gitdan. Unda bo'lsa-da sizlarning faoliyatlar bormi? Faoliyat biz boksör turda 1 oylik bolalarga haqsiz mashqqa qatnashtiramiz. Bu mashq turidan o'sdan boshlab o'qish qabulday beramiz. 1 oygacha haqsiz har qanday o'qishni qabulday beramiz. Bo'ldi, undan sonra telefon numarani yana bir davetda adash. 193 511 29 792. Bo'lmish telefon numara aloqalasanglar bo'ldi. Bolalarni cho'qim akab beringlar. Uyda zat telefon o'ynab bekor yotgan bolalar qolsa, bularning o'qish pulini qimmat emasga. Shunday bo'lash. To'g'ri. Turmushda sizlarga yetarlik azam muvaffaq qilib berdik. Bo'ldi, ishlar ilgari bo'lsin. Aytganingizga sayvazimni ikkinchi qavatga chiqinglar.